Hech qanday qimor va harom narsalarsiz uyda o'tirgan holatda onlayn pul topish haqida gapirsam ishonasizmi? Sizga shunchaki bitta kompyuter yoki oddiygina o'zingizning telefoningiz va albatta internet bo'lsa bas. Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat va siz mening YouTube kanalimdasiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib uyda o'tirgan holatda halol yo'l bilan pul topish mumkinligi haqida gaplashamiz. Oldindan eslatib qo'yay, men sizga 10 million, 100 million, 10 ming dollarlab pul topasiz demayman. Shunchaki o'zingiz sotgan narsangizdan, o'zingiz qilgan narsangizdan oyiga 2 milliondir, 3 milliondir yoki agar o'zingiz harakatingizga qarab balki 1 milliondir, balki 5 milliondir pul topish haqida gaplashamiz. Men sizga ko'p va'da bermayman. Shunchaki o'zingiz harakatingizga qarab turib shu narsalar davom etaveradi. Xotirjam joylashib oling, telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz yoki kompyuterda ko'rayotgan bo'lsangiz, xotirjam joylashib oling. Internetingiz yaxshi ishlaydigan qilib oling. Hozir men nima amal qilsam, o'sha narsani siz ham meni orqamdan qaytarib keting. Nima qilsam men bilan teng bajarib ketsangiz, birpasda o'rganib olasiz, juda ham tez holatda. Va agar meni telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz, imkon boricha kompyuterga o'tib oling. Telefonda ham juda ham oson, telefonda ham qilsangiz bo'ladi. Shunchaki telefondan ham meni videoimni ko'rib, ham saytdagi amalni bajarib ketish qiyinligi sababli, agar kompyuteringiz bo'lsa, noutbukingiz bo'lsa, noutbukni yoki kompyuteringizni ochib oling. Telefonda bajarib ketsangiz ham hech qanaqa muammo yo'q. Shunchaki sizga sal qulayroq bo'ladi xolos. Bugun sizlar bilan digital product, ya'ni raqamli mahsulot sotish haqida gaplashamiz. Raqamli mahsulot aslida nima? Raqamli mahsulot bu PDF, ya'ni birorta elektron mahsulotlar yoki docs, ya'ni dokumentlar, Wordda ishlangan mahsulotlar yoki 3D, ya'ni 3D modellar, dizaynlar qanaqadir. Xuddi shunga o'xshagan narsalarni biz o'zbek tilida, hech qanaqa ingliz tilini bilish shart emas, o'zbek tilida o'zingiz bilgan bilimlaringizni elektron variantda sotishni o'rganamiz sizlar bilan. Masalan, meni o'zim ham bu sohada ko'p yurmadim. Shunchaki o'zimni bir 10 tacha mahsulot yuklaganman. Oz bo'lsa ham shundan daromad kelgan. Shu sababli sizlarga ishonchli narsani sizlarga aytib tavsiya qilyapman. Videoni cho'zib niyatim yo'q. Shunchaki men nima desam, o'sha narsani men orqamdan qaytarib keting. Va shunda siz tezroq o'rganasiz va osonlik bilan. Xo'sh, demak, boshladik. Va birinchi qiladigan ishingiz, meni videoimni ko'ryapsiz, pastida va izohlarda yoki videoni ostida va videoning izohlarida men silka qoldiraman, link qoldiraman. Qo'rqmasdan bozoring u linkka, hech qanaqa narsa emas, sizni halol joyga, haligi qimor narsa emas. O'sha narsani ustiga bosasiz va bosing. Ya'ni tayyor bo'lib oling hamma narsani. Kompyuterda bo'layotgan bo'lsangiz o'sha linkni ustiga bosing, telefonda ham kommentariyaga kirsangiz o'sha ko'k yozuvda link turibdi. Men o'zi link deb turib yozib qo'yaman. O'sha linkni ustiga bosing. Xo'sh, sizda xuddi shunaqa oyna ochilishi kerak. Linkni bosishingiz bilan xuddi shunaqa oyna chiqadi. Bu o'sha sayt, biz foydalanadigan sayt. Saytga kirganingiz bilan mana bu yerda Telegram ro'yxatdan o'tamiz birinchi. Telegram orqali kirsangiz bo'ladi, Google bilan kirsangiz bo'ladi. O'zingiz elektron pochta yoki telefon raqam orqali ham kirsangiz bo'ladi. Eng osoni albatta telefon raqam orqali. Bosasiz. Mana masalan telefon raqamingizni kiritasiz. O'zingiz telefon raqamingizni kiritasiz va bu yerda parol qo'yishingiz kerak mana. Qanaqadir parol qo'yasiz. Pastga ham xuddi shunaqa qanaqadir parol qo'yasiz, tepadagisi bilan mos bo'lishi kerak. Imkon boricha o'zingiz faqatgina eslab qoladigan parol qo'ying va bu yerda ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Ro'yxatdan o'tishni bosganingizdan keyin albatta sizda JSHR so'raydi. Ya'ni JSHR so'raganidan keyin siz o'zingizni bilasiz JSHR nimaligini, IDingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha 14 talik raqam, 14 talik raqamni kiritasiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Bu sayt albatta ishlaydi. Qo'rqmasdan kiritavering. O'sha kiritganingizdan keyin o'sha sizda ro'yxatdan o'tish bo'limi tugadi va menda shunday tayyor akkaunt bor. Hozir o'sha akkaunt orqali sizlarga ko'rsataman. Xo'sh. Mana xuddi shu sayt. Sizda ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Mana bu yerda sizda panellar hech qanaqa narsa ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin. Xavotir olmang, lekin bu yerda barchasi o'z holatiga kelib qoladi. Xo'p, xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Siz bu yerga elektron mahsulotlaringizni yuklaysiz. Ya'ni bu yerda nima? Mana seller, birorta narsani sotasiz. Bu yerda albatta seller degani sotasiz degani, sotuvchi degani. Bu yerda umumiy daromadlaringiz, menga qaraysiz, mana 48 ming so'm turibdi. 48 ming so'm sotganman narsa, 48 ming so'mlik. Bu yerda 30 kunlik daromad, bugungi daromad va jami buyurtmalar. Men o'zi atiga mahsulotlarimga o'tadigan bo'lsak, mana atiga 10 donagina mahsulot tayyorlab qo'yganman xolos. Shu sababli menda 48 ming so'm turibdi. Mana hozir balansimda 23 ming so'm. Nimaga? Chunki mana bu 23 ming so'mda men qolgan 48 mingni qolganini yechib olganman. Bemalol o'zingizni o'sha Humo yoki Uzcard kartalaringizni yechib olsangiz bo'ladi. Pulni yechish muammo bo'lmaydi.
Xo'sh, mana bu yerda men qo'ygan narsalar. Mana masalan men ingliz tilidan dars berganligim sababli asosan narsalarim ingliz tilida. Misol uchun mana ingliz tili grammatikasi uchun tayyor mashqlar, to be fe'li uchun tayyor worksheet. Mana bu yerda to be yana fe'li. Ingliz tilida gapirishni rivojlantirish uchun 500 ta savollar to'plami. Buni o'zim qilib chiqqanligim sababli qo'yganman, joylaganman. Ta'lim iqtisodiyoti, mana scientific articles, ya'ni ilmiy maqolalar, ona tilidan milliy sertifikat testlari, travel guide, mana sayohatda nimalar qilish kerak bo'lgan narsalar, xuddi shuni singari mana bu yerda mana beginnerlar uchun 100 ta test, elementary darajadagilar uchun test, pre-intermediate ingliz tilini biladiganlar buni nimaligini biladi. Xuddi shunaqa narsalarni yuklaganman va o'sha orqali 48 ming so'm daromad bo'lgan. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sotilgan mahsulotlarim. Sotilgan mahsulotlarimga keladigan bo'lsak, sizda mana sotilgan narsalar ko'ryapsizmi mana? Kvadrat tinglamalar 7 ming so'm. Beginnerlar uchun testni ko'rdingizmi mana 5 ming so'm narx qo'yib qo'yganman, 5 ming so'mga sotilgan bu narsalar. Mana bu yerda 10 ming so'm, 4800 so'm, xuddi shunaqa holatlarda bo'lgan. Xo'sh, boshqaruv paneliga o'tdingiz va bu yerda soft freelancer deb turibdi. Bu nima degani? Soft freelancerlik bu sizda birorta xizmat bo'ladigan bo'lsa, uni o'zingizni freelancerlikni bilasiz. O'zingiz qanaqadir xizmat qiladigan bo'lsangiz, o'sha xizmatingizni sotasiz. Misol uchun, deylik, men kurs ishi yozaman. Kurs ishi yozaman yoki masalan maqolalar chiqaraman va yoki men dizaynerman, qanaqadir kompyuterda ish qiladigan dizaynerman. Xuddi shunaqa yoki 3D modellar yasayman. Xuddi shu narsalarni men mana bu joyda sotishim mumkin. O'zimning xizmatim mana xizmat qo'shishga kirasiz. O'sha joydan masalan o'zingizni xizmatlaringizni yaratishingiz mumkin. Logotipingiz, yo'nalishingizni mana dizayn, dasturlash xizmatlari, marketing, audio, biznes barcha holatlarda mana qilsangiz bo'ladi. Bu yog'ini o'zi saytingizni yetalab olib ketadi nima qilishlikgacha. Bizga asosan mana bu sellerlik yaxshi mana. Xo'p. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Sizga videoda oxirrog'ida buni ya'ni odamlar nech pul daromad qilayotganligini sizga ko'rsatib beraman. Menni ko'p e'tibor bermaganligim sababli men hozir o'qishda o'qiyman va o'zimni hozir ishim bor. Shu sababli men bu saytga uncha e'tibor bermaganman. Agar men ham ko'pgina 100 ta, 200 ta, 1000 talab agar shunaqa elektron mahsulotlarni yuklaganimda anchagina ko'proq daromad qilayotgan bo'lar edim hozir. Xo'p, sizlar bilan hozir mahsulotni qanday qilib yuklash haqida gaplashamiz. Eng asosiysi shuda. Xo'p, mana masalan yangi mahsulot bo'limiga bosasiz. Bosganingizdan keyin mana ilmiy ishlar, 3D modellar, dizayn shablonlari, veb-saytlar, tayyor shablonlar, video darsliklar. Agar o'qituvchi bo'lsangiz yoki birorta narsani video dars tayyorlagan bo'lsangiz, bu yerga qilsangiz ham bo'ladi mana. Ingliz tili, dasturlash, grafik dizayn turib. Bizga hozircha ilmiy ishlar yetadi. Ilmiy ishlarga bosasiz mana. Bosganingizdan keyin bu yerda mana yuklash chiqadi. Mana bu AI orqali generatsiya qilishi yoniq tursa ham bo'ladi, lekin o'zingiz qo'lda qilib chiqqaningiz yaxshiroq. Misol uchun mana fayl birorta bor. Docs, PDF, PPT, PPTX bosasiz. Mana misol uchun bu yoki bu. Hop. Kichikroq yuklaylik. Misol uchun mana buni. Hozir birorta fayl qilganingizdan keyin testlar to'plama mana. Endi bu shuncha bega yuklamoqchi emasman, lekin sizlarga ko'rsatmoqchiman xolos mana. Speak out second edition testing materials deyapti. Endi shuni o'zbek tiliga o'girasiz. Chunki inglizlar buni qidirmaydi. Masalan, o'zbeklar qidirishi mumkin. Speak out testlar to'plami deb qidirib yozishimiz mumkin. Misol uchun mana. Haligi iloji boricha bu yerga qidiruv kalit so'zlarini yozing. Kurs ishi ingliz tili albatta. Mana test materiallari, learner strengths bu yerga ham o'zingiz biror narsa deb yozsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda mahsulotni to'liq tavsiya. Mahsulotingiz nimaligi haqidaligi bu o'sha yetadi masalan. Meni masalan speak out bu testlar kursdan kursga o'tayotganda yoki kitobni tugatayotganda olinadigan testlar to'plami misol uchun. Men buni joylamoqchi emasman, chunki bu meniki emas. Tayyor bu. Mahsulot narxi 17 ming, 20 ming, 25 ming. Oldingi narxlarga qarab turib bu AI qo'yib qo'yadi xolos. Shu sababli bu yerga siz o'zingiz narx qo'yganingiz yaxshi. Misol uchun 10 ming so'm yoki 15 ming so'm. Misol uchun 10 ming narx qo'ydik-a. Hop, bu yerda bu saytni bir dona ishlaydigan usuli bor. Ya'ni siz 10 ming so'mlik mahsulotingizni sotadigan bo'lsangiz, sayt o'ziga 18% ni olib qoladi, 72% sizga qoladi. Misol uchun 10 ming so'mdan 18% 7200 so'mi 78%, 7800 so'mi yo'q, adashib ketaman, 7200 so'mi, 7200 so'mi siz shotingizga tushadi, saytga qolgani o'tadi. 18% ni hisoblaysiz. Bunaqa, xohlasangiz 15 ming mahsulotingiz sifatiga qarab turib, katta kichikligiga qarab turib joylashtirsangiz bo'ladi. Imkon qadar yaxshiroq, arzonroq narx qo'ysangiz ko'proq sotiladi. Xuddi shunaqa holat. Xo'p, mana endi bu saytdan o'rtacha qancha daromad qilishyapti shu haqida ko'rsak. Misol uchun mana bu saytga o'tsak, bu yerga o'tsak. Xo'p. Mana Sanobar Ahmedova, Muhammad Rahimjonov, Dilshodbek Halimov degan odamlar bular sotuvchilar ekan.
Mana misol uchun mana bu Sanobar Ahmedovga kelsak. Oliy ta'lim bo'yicha mutaxassis. Jami daromadi 10 million so'm, 10 million 143 ming 290 so'm. Mana 10 million so'm pul daromad qilgan ekan bu odam, ya'ni bu ayol, bu qiz. Muvaffaqiyatli ishlar uchun 98 ta sotilgan mahsulotlar 45 ta. Mana bu odamning 45 ta mahsuloti sotilgan, 10 million so'm pul qilgan va undan tashqari mana bu yerda hop bu odam jami daromad 4 million 200 ming so'm. Yana boshqasi. Mana bu yerda mana 5 million 900 ming so'mdan oshiqroq. Mana bu yerda kurs ishi, amaliy ish xizmati, mustaqil ishlar xizmati, referat xizmatlari bor deyapti. Mana narxlarni ko'rishingiz mumkin. Matematik va majburiy test shu narsalarni sotyapti va bu orqali daromad ko'ryapti. Mana do'stlar, sizlar bilan qanday qilib onlayn daromad topish haqida ham gaplashib oldik. Aynan xuddi shu saytdan foydalangan holatda bemalol siz daromad qilsangiz bo'ladi. Aytdim sizga, ko'p daromad, ya'ni 10 million, 15 million, 10 million daromad qilganlarni ham ko'rdingiz. Endi u qanchadir vaqt davomida. Men ko'rgan edim, eng balandi 37 million daromad. Hozir bu yerda chiqmadi, lekin men telefondan ko'rganda 37 million so'm daromad qilgan odamni ko'rsatgan edi. Bu yerda faqat ilmiy ishlar bo'yicha kirdik-ku biz, uncha ko'rsatmadi. Siz ham agar ko'pgina mahsulot yuklaydigan bo'lsangiz, shunaqa ilmiy ishlar yoki mahsulotni telefonda o'zida tayyorlasangiz ham bo'ladi. PDF tayyorlasangiz bo'ladi yoki internetdan masalan kerakli narsalarni topib turib jamlasangiz bo'ladi. Muhimi o'zingiz qilishingiz. Mahsulotni yuklaysiz, mahsulotni yuklaganingizdan keyin o'sha moderatorlar, ya'ni o'sha sizni mahsulotingiz sifatlimi, sifatsizmi va u mualliflik huquqi boshqalarniki emasmi degan narsani tekshirib chiqqanidan keyin 2-3 kun ketadi bunga. Sayt o'sha joylagan narsangiz sotuvga tayyor bo'ladi va sotilishni boshlaydi. Men sizga bir haftada yoki bir kunda qo'yishingiz bilan ertasi kuni sotilib ketadi degan va'dani bermayman. Balki bir hafta kutarsiz, balki bir oy kutarsiz, lekin sotiladi. Va buni eng zo'r tarafi, bir marta qo'yib qo'ydingizmi, davomiy. Bir marta masalan aprel oyida qo'ygan bo'lsangiz, may oyida, iyunda, iyul, avgust, sentyabr keyingi yilga ham sotilishi mumkin. Xuddi shunaqa holatda davom etaveradi. Ya'ni bir marta yuklangan mahsulot qayta sotilaveradi. Siz hatto uxlayotganingizda ham. Shu sababli shu narsalarga e'tiborli bo'ling va shotingizda pul yechib olish hech qachon muammo bo'lmaydi, xavotir olmang. 35 ming so'm bo'lgandan keyin hozirgi holatda 35 ming so'm bo'lsa, shotingizga pul yechib olishingiz mumkin. Kartangizga kiritasiz, kartangizga o'zlari tushirib berishadi. Video sizga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang va albatta ushbu saytlarda men Telegramdagi sun'iy intellektlar kanali bor. O'sha kanalimga joylab qo'yaman. Har qanaqa holatda siz kiradigan bo'lsangiz, tekshirib turadigan bo'lsangiz yoki mahsulotlarni yuklaydigan bo'lsangiz, bemalol o'sha saytdan foydalangan holatda ish qilsangiz bo'laveradi. Ya'ni YouTube'ga kirib, qidirib yurmaysiz. Siz G'ayratbek Xoldarov YouTube kanalida bo'ldingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.